Bu videoda qiz va ota birga o'ynashyapti. Qiz yiqilib tushdi va qattiq yiqilmasa ham yig'lab yubordi. Bunday holatlar ko'p ota-onalarda uchrab turadi. Buni yechimini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Keyin ota qizi bilan aloqa o'rnatishga harakat qildi. Ya'ni birinchi bo'lib qizga qo'lini ko'rsatib, "Ani og'riyaptimi? Qaysi qo'ling og'riyapti?" deb so'radi. Ota o'z qiziga ikkita tanlov berdi. Ya'ni yotamizmi yoki dori qilamizmi deb so'radi. Qiz otasini bergan bu savolga e'tiborini qaratib chalg'ib qoldi va yiqilganini unutib qo'ydi. Odatda bolalar yiqilganim uchun yig'lashim kerak degan tushuncha bilan ham yig'lashadi. Undagi munosabat, ya'ni ota-onaning munosabati bu holatga juda ham katta o'zgartirish bildiradi. "Voy, san nima bo'ldi?" deb katta e'tibor qaratib yorsangiz, u qattiq yig'layveradi. "Yo bolam, bunaqangi yiqilish bo'lib turadi. Og'riyaptimi? Ozgina og'riydi, o'tib ketadi" deb bolaga to'g'ri tushuncha berilsa, bu holat tez o'tib ketadi. Bu videoni farzandi bor yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Farzand tarbiyasi haqida ko'proq ma'lumot olish uchun obuna bo'ling.